وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qurbon hayiti musulmonlar uchun ulug' bayramlardan biri. Bu kunda insonlar bir-biriga e'tibor ko'rsatib, ehtiyojmandlarga yordam beradi. Bugun yurtimiz bo'ylab ushbu muborak ayyom katta shukuh bilan nishonlanmoqda. Ayni vaqtda biz Toshkent shahridagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf masjididamiz. Erta tongdan bu maskanga minglab yurtdoshlarimiz Qurbon hayiti namozini ado etish uchun tashrif buyurmoqda. Bu yerda bayramona kayfiyat, ko'tarinkilik hukm surmoqda. Bu ayyom albatta butun dunyo musulmonlari qatori bizni yurtimizni musulmonlari ham intiqlik bilan kutgan bayram edi. Alhamdulillah mana namozlarni o'qib, inshaalloh qurbonliklarni qilib bu bayramni fayzidan, futuhidan hammamiz nasibador bo'lamiz inshaalloh. Xususan bu kunlarda yurtimizdan muqaddas diyorlarga ketgan 15 ming hojilarimiz ham hozir Muzdalifa, Arafotda turib yurtimizni, xalqimizni, vatanimizni ravnaqi uchun duolarda bo'lib turishdi. 100 kishi prezident hojilarini ichida bugungi kunda diniy sohada xizmat qilganlarning oilalari va bugungi kunda xizmatda bo'lib turgan ba'zi bir insonlarni va eng xursandchilik holati hajga borishga imkoni yo'q, lekin yillab hajga borishlikni umid qilib yashagan insonlarni orzulari ro'yobga chiqishligi albatta bu juda xursandchilik holat hisoblanadi. Shuningdek, Qurbon hayiti munosabati bilan yurtimizda keng ko'lamli xayr-saxovat ishlari amalga oshirilmoqda. Ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilgan. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 10 mingdan ortiq bolalarga murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish hamda 2 mingga yaqin og'ir kasallikka chalingan bemorlarni davolash uchun qo'shimcha mablag'lar yo'naltirildi. Shuningdek, masjid va qabristonlarni obod qilish ishlari ham izchil davom etmoqda. O'tgan Ramazon hayiti oldida ham 1 trillion 50 milliard mablag' so'm mablag' ajratilgan edi. Ehtiyojmand oilalarga bir xursandchilik olib kirish, ularni ehtiyojlarini qondirish yo'lida sarflandi. Bu hayit, Qurbon hayiti arafasida ham muhtaram yurtboshimizning qarorlari bilan 690 milliard so'm ehtiyojmandlarga, xususan bemorlarimizni hojatlarini qondirishga ajratildi. Mana shu oxirgi mana Qurbon hayiti bayramidan oldin ancha qabristonlarga e'tibor qilindi. Masjidlar qayta ta'mirlandi, qanchasi yangi qurilib ishga tushirildi. Bu nimadan dalolat? Hozirgi kunda yurtboshimizning shu din sohasi bo'yicha ancha e'tiborli ishlarni amalga oshirayotganlaridan dalolat bu. Ayni damda masjid hududida bayramona muhit davom etmoqda. Insonlar bir-birini tabriklab, duolar qilishmoqda. Bu esa Qurbon hayitining asl mohiyatini, mehr-oqibat, saxovat va birlikni yaqqol namoyon etadi. Zokir Mo'minov, Muzaffar Orifxonov bugun dastur uchun.